Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 6-iyul ekan. Bizga shu Namanganda Kosonsoydan mehmonlar keluvdi. 1 kvadrat chuvalchanga kelishdi ular. Shunga hozir mana tayyorlayapmiz. Shuni bir video qilyapmiz. Odilxon bilan aka-ukalar Abdulhakim keldi. Mana ular chuvalchan terishyapti bu yerdan. O'zim jo'natib yuboraman, taksida o'zim jo'natib yuboraman. Mayli kelmay qo'yinglar desam, bular o'zlari aka sizni boqayotgan joylaringizni ko'raylik. Juda chiroyli boqayotganga o'xshaysiz. Biz ham shu sizdan o'rnak olaylik, o'rganaylik, sizga shogird bo'laylik deb o'zlari aka-ukalar kelishdi Kosonsoydan. Mayli deb mana ularga mana boqayotgan joylarni ko'rishib, bular havas qilishib, juda chiroyli boqayotgan ekansiz. Biz ham shuna qilib baqamiz. Rivojlantiramiz biz ham shu sohani deb o'zlari ko'rishib, mana qo'liga xohlagan joyingizdan olaveringlar mana deb ko'rsatib qo'ydim. Yaxshi joylardan o'zlari terib olyapti. Sizlar xursand bo'lsanglar bo'ldi. Menga chuvalchangim ko'p, 500 kvadrat chuvalchangim bor. Birov kelgan odam menga chuvalchan olaman deb uyimga kelsa, mana xohlasangiz o'zingiz olavering yaxshi joylaridan deyman. Ya bo'lmasa men o'zim olaveraman desa, o'zi olaveradi. Bo'lmasa men o'zim olib beraman. Mana yaxshi joylardan, salqin joylardan, mana joylaridan mana ana rosa zo'r joy. Go'sht joyini topib olsa, Odilxon rosa go'sht joyini topib olsasizmi? Chiqishni qarang. Ana olishni bilyapti. Qayerdan olishni bilyapti. Qarang, ana voy. Men sizga chuvalchan 1 kvadrat chuvalchan solsamchi, meni chuvalchangim ozayib qolmaydi. Men u yaxshi joychi, bu yarim soatdan keyin shu joy to'lib qoladi men. Ko'rasiz mana. Ana. Kelinglar, tavsiya beramiz. O'rbakan oshlarini yedik. Ana. Oshlar tayyorlab qo'ydik, billa mana Anjoncha osh yedik. Nihoyatda Anjonni oshi boshqacha bo'ladi deb bular maqtashib, mana xudo xolasa olishyapti mana. Mana. Juda chiroyli salqin joylar mana. Juda zo'r. Zichliklari ham juda zo'r tushyapti mana. Hozir ko'ramiz. O'zlari olishyapti mana. Juda zo'r ketyapti mana. Odilxon mana juda chiroyli, ya. Zo'r joylar. Qarang, go'sht olib ketibdi mana. Ana, qarang, shunaqa olavering. Bet-betini olib tashlang. Ana qarang mana. Nihoyatda qarang mashlar mana, urug' mashlar mana tuxum qo'yadi mashlar. Mana kattalari mana. Ularni qarang. Hadi. Mana shunaqa bo'lsa chuvalchang bo'lsa. Mana shunaqa qilib boqingda chuvalchanglarni qarang mana. Yurish. Juda ozib ketmasin bular mana. Vaqtida yemishini berib, go'ngini berib tursangiz, bular shu holatda mana yurishaveradi. Namliklari shunaqa, namliklari yaxshi bo'lish kerak. Namliklari yaxshi bo'lish kerak. Qarang, namligini ushlash. Zo'r, namligini ushlash kerak. Mana yozgi kuni. Ana. Bunaqasi bo'lmagan, qarang. Voy. Qarang. Mana shunaqa qilib baqish kerak mana chuvalchanglarni-chi. Yayrab olibdi o'zi ham bularchi, qarang. Maza qilib yayrab yurishibdi, qarang bularni mana. Go'sht olib ketdi mana bu yoqqa, go'sht olib. Kelganinglar ham yaxshi oldi-da, mana baqishni o'rganib olyapsizlar, ko'rib olyapsizlar. Ko'rgan boshqa. Nima deydi, ha? O'pib toshyapti deydi, o'pib toshyapti. Mana. Hammamiz ham qilayotgan ishlarimizga Xudoyim barakasini bersin. Odilxon yaxshimi chuvalchanglar? Yoqdimi? Ha, chuvalchang. Yoqdimi? Ana. Ana bet. Qani? Ana qarang. Tagidan qani? Qani? Ana. Juda zo'r. Qarang, Qalin. Juda zo'r, ha? Zo'r. Xursandmisizlar? Ha, vobsh. Mendan rozimiz. Ana. Siz ham rozi bo'ling. Roziman, men roziman. Qani solingchi uni ham. Ana uni ham qani bir maza qilinglar. Ana. To'ldirib olavering baland qilib. Sekin yoniga, ana. Bunga ham soling, ana. Juda zo'r. Bunga ham soling mana bunga.
Juda Kosonsoyda nima degan qaysi mahalla nima deydilar? Tagijor. Ha? Tagijor. Tagijor? Tagijor. Tagijor deydilar Tagijor ekan. Bafish. Tagidor Mufe. Ha, bo'ldi mana. Yo'llarimiz tushib qolsa, Xudo xolasa Ha. o'tamiz mana. Kosonsoy tomonlariga. Xudo. Ha, Xudo. Ja, yo'q forma, kilyonkani ja yo'q forma. Sen ochiq turaversin, ja damlanibchi, yoniga urib yuryapti, ketib qolyapti. Havo yetmagandanchi, men Toshkentga jo'natsam yaqinda, yoniga chiqib ketibdi. Butun tashqariga chiqib ketib qolibdi. Havo yetmaganligi uchun. Mayli ochiq ketaversin, tepasini olna qilib qo'yinglar. Toza, ha, endi yetmay qoladi. Zichligi zich olib ketyapti hozir. Ham plyonka solinyapti. Zichligi shuning uchun tashqariga borguningizcha chiqib ketmasin. Sizlarga endi yaqin Toshkentga jo'natsam yaqinda yo'llarga tashqariga chiqib ketib, mashinaga kuvandaqalariga bagajlari chiqib ketibdi, qarang. Ancha tozalabdi shopir odam ham. Mayli. Tinch bo'linglar. Xo'p, xayr. Mana Xudo xolasa joylab oldik. Endi mana Kosonsoyga ketyapti. Qani yopaveramiz Abdulha aka. Mana. Qani buyog'imizdan mana bir qop buyog'imizdan Bizga gap yo'q o'xshaydi. chiroyligan nihoyatda zo'r. Ishonchli mana. Sizlar ham xuddi shunga o'xshab buyog'imiz chiqaringlar-da mana. Ha, to'q. Juda tinch bo'linglar. Safaringlar bexatar bo'lsin, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, xayr. Yaxshi kunlarni ko'rishaylik.